Xadicha binti Xuvaylid. Nozik savdo. Ikkinchi fasl. Xuvaylid Xadichaga qarab qo'ya boshladi. So'ngra muloyimlik bilan undan so'radi. Xadicha, Shomga jo'natish uchun tayyorlab qo'ygan karvonimiz haqida nima deysan? Qizi savolni chiroyli tabassum bilan qarshiladi. Keyin odob bilan: karvon yaxshi hozirlangan. Savdo tijoratimiz Allohga shukr kasodga uchramay foyda keltirmoqda. Qaysi shaharga borsa rivoj topmoqda. Karvonimizda yaxshi tartib intizom o'rnatilgan, dedi. Otasi tabassum bilan yana so'radi. Karvon bilan jo'natmoqchi bo'lgan odamlarimiz va ishchilarimiz haqida nima deysan? Albatta, ular nimani sotib olishni va nimani olmaslikni yaxshi biladigan ziyrak kishilar, deya javob qaytardi Xadicha. Xuvaylid xotini Fotimaga ma'noli qarab qo'ydi. So'ngra yana Xadichaga savol tashladi. Makkaning mohir savdogarlari haqida fikring qanday? Seningcha ularning qaysi biri ishning ko'zini, foyda olish yo'llarini ko'proq biladi? Qizi biroz o'ylanib, odob bilan so'radi. Qanday foyda haqida so'rayapsiz? Halol foydami yoki harom? Otasi shoshib javob qaytardi. Ha, albatta halol foydada. Harom foydaning oxiri voy-ku, u faqat bir marta egasiga foyda keltiradi-da, keyin barakani qochiradi. Alloh uni zoya ketkazadi. Men sendan savdo sotiqda halollik bilan mohir bo'lganlarni so'rayapman, dedi. Qizi omonatga xiyonat qilmaydigan, halollik bilan ish yurituvchi Makka savdogarlarini birma-bir sanadi. So'zning so'ngida ota-onasiga nazar tashladi. Otasi: Atiq ibn Obid to'g'risida fikring qanday? Deb so'radi. Javob tezda bo'ldi. U Bani Maxzumliklar kabi savdoda mohir, foyda olish yo'llarini yaxshi biladigan, boylik ta'mini totib, uni ko'paytirish istagida yurgan savdogar, dedi. Xuvaylid yana shoshilinch savol tashladi. Haloldanmi, haromdanmi? Qizi eshitgan bilganlariga tayanib, qat'iy javob berdi. Guvohlik beramanki, u halol yo'l bilan shuhrat topdi. Harom molga yaqinlashmaydigan, saxiy va shijoatli inson. Men o'z ahliga undan-da sevimliroq bo'lgan boshqa kishini bilmayman. Shu safargi tijorat ishlarimizni unga yuklamoqchimiz, dedi Xuvaylid biroz tin olib, qiziga boshdan oyoq nazar tashlarkan. Unga savdodan-da muhimroq, moldan-da qimmatbaho har qanday boylik tenglasha olmaydigan omonatni topshirmoqchiman. Xadichaning xayoliga birdan haligi mehmonlar keldi. Ota-onasining suhbatini esladi. Otasining hozir nima haqida so'z ochmoqchi ekanligini payqab, yuzi qizarib ketdi. U boshini egib turar, javob qaytarishga uyalar edi. Xuvaylid sekingina muloyimlik bilan: Atiq haqida fikring qanday? dedi. Xadicha hamon boshini ko'tara olmas, yuzi lov-lov yonar, bir shijoatini to'plab so'zlashga kuch izlardi. Ota-onasi undan javob kutib, yuqoridagi savolni takrorlashga to'g'ri keldi. Oxiri Xadicha zo'rg'a eshitilar-eshitilmas ovozda: Otamning roziligi mening roziligim emasmi? Deb javob bera oldi, xolos. Otasi yaqin kelib uning peshonasidan o'pdi va: Sen Atiqqa, Atiq senga munosib, dedi. Alloh yaxshilikni sevuvchi va yaxshilar bilan yaxshilarni ro'para qiluvchi zot. Parvardigordan Atiq haqida fikrimning to'g'ri chiqishini va go'zal juftlik amalga oshishini o'tinib so'rayman. So'ng onasi kelib Xadichani ikki yuzdan bir o'pdi-da, eriga yuzlandi. Biz Atiq istaganidek to'yni tezlashtira olmaymiz. El qatori to'y liboslarini va boshqa jihozlarni tayyorlash uchun anchagina vaqt kerak bo'ladi. Xuvaylid ularni tinchlantirdi. 1-2 oy ichida karvon kerakli jihozlarni Yaman va Shomdan keltiradi. Ungacha biroz kutib turamiz. Fotima, do'konlarimiz mol ashyoga to'la. Xohlaganlaring olaveringlar. Axir barcha boyligimiz qizimiz Xadichaniki-ku. Keyin jilmayib qo'shib qo'ydi. Lekin men bundan ko'proq kechiktira olmayman. Fotima ham jilmaydi. Xadicha yuzini yashirdi. Keyin ular tarqaldilar. Ota-ona qizlarining kelajagi, bo'lajak kuyovlari, ularning o'zaro turmushi haqida shirin xayollar surishardi. Ikkinchi fasl tugadi.